Birinchi mavzuyimiz natural sonlar va ular ustida amallar. Sanashda ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deb aytar ekanmiz. Ya'ni sanash nechidan boshlanadi? Sanash 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3 va hokazo. Bu cheksiz ketadi. Cheksiz. Natural sonlar to'plami n harfi bilan belgilanadi. X tegishli n deydigan bo'lsa, ya'ni x natural son degan ma'noni bildiradi. Yoki masalan a tegishli n desa, demak a natural son degan ma'noni bildiradi. Keyingi narsamiz raqamlar. Raqamlar bu 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar. 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar. Shunda 0 ham raqamning ichiga kirib ketadi. Lekin 0 natural son bo'la olmaydi. Demak, nechta raqam bor ekan? Bizda 10 ta raqam bor. Raqamlar soni 10 ta. Keyingi o'rganadigan narsamiz bir xonali sonlar. Bir xonali sonlar. Xonali degan tushuncha, ya'ni bir xonali, ikki xonali, hokazo ko'p xonali sonlar degan tushuncha bu faqat natural sonlarga aloqador. Ya'ni bir xonali sonlarga bular 1, 2, 3, hokazo 9 gacha bo'lgan sonlar. Ya'ni nechta bo'ladi? Bizda 9 ta bo'ladi. Ikki xonali sonlar. Bular 10 dan 99 gacha bo'lgan natural sonlar. Bular ikki xonali sonlar ekan. Demak, nechta ikki xonali son bor deydigan bo'lsa, biz mana 1 dan 99 gacha bizda 99 ta son bor edi. Shundan 9 tasi bir xonali bo'ldi. Ya'ni 9 tani chiqarib tashlaymiz. Shunda 90 ta qolar ekan. Ya'ni 90 ta ikki xonali son bor ekan. 3 xonali deydigan bo'lsa, 3 xonali sonlar deydigan bo'lsa, bu demak 100 dan boshlanadi va hokazo 999 gacha. Nechta 3 xonali son bor deydigan bo'lsa, demak 1 dan 999 gacha o'zi 999 ta son bor. Shuni 99 tasi bir xonali va ikki xonali sonlar tashkil qiladi. Shuning uchun ayirib tashlaymiz 99. Qoldi bizda 900 ta. Va mana shunday tartibda davom etib ketamiz. Keyingi narsamiz amallar bajarish tartibi. Amallar qanday bajariladi natural sonlar ustida. Bir nechta amal kelganda avvalosi qavs ichi bajariladi. Ko'paytirish, bo'lish o'z navbatda, qo'shish, ayirish o'z navbatda ketadi. Masalan, bu yerda ABC deganlar natural sonlar deb tasavvur qilaylik. Demak, amallarni bajarish tartibi qanaqa? Birinchi, mana bu yerda qavs ichi. Ya'ni qavs ichi bu yerda mana birinchi ish bo'lib bajariladi. Ikkinchi, undan chiqayotgan ishni demak S'ni mana bu qavs ichiga bo'lamiz. Uchinchi ish ko'paytirdik, to'rtinchi ish qo'shdik. Yoki quyidagicha amal keladigan bo'lsa. Bu yerda birinchi har doim qavs ichi dedik. 2 ko'paytiramiz. 3 bo'ldik, 4 ko'paytirdik. Mana shu yerda bo'lish va ko'paytirish amallari bir vaqtning o'zida kelganda har doim bo'lish amalini birinchi bajarib olishimiz kerak. Va 5-chi ish bu yerda ayirish amalini bajaramiz. Yoki masalan a minus b ko'payan d minus c. Bu holatda ham birinchi qavs ichi bajariladi, 2 ko'paytirish amalini bajaramiz, 3 esa ayiramiz. Ko'pchilik shu yerda adashib ketadiki, birinchi a dan bni ayirib qo'yadi. Ya'ni mana buni bajarib qo'yadi-da, keyin qavsni bajarib ko'paytirib qo'yadi, noto'g'ri bo'lib ketadi. Yoki masalan quyidagicha amal keldi, shuni bajarishimiz kerak. Demak, birinchi yana aytdik, qavs ichini bajardik. Bu yerda ikkita qavs bor ekan, demak birinchi qavsga murojaat qilamiz. Bu yerda bo'lish amali birinchi bajarildi, 2 mana qo'shdik. 3 bu yerda ikkinchi qavsimizda ko'paytirish amali, 4 ayirdik. 5-chi ish ikkita qavs bir-biriga ko'paytirdik. Demak, 6-chi ish bu yerda qo'shdik, 7-chi ish esa ayirdik. Mana shunday tartibda amal bajarish holatlarini o'rganib oldik. Navbatdagi ba'zi bir qulay yig'indilarni hisoblash, ya'ni ba'zi bir yig'indilarni qulay usulda hisoblash qanaqa bo'ladi? Masalan, a plus a plus a plus a. Masalan, bu yerda 20 ta a bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu degani 20 ni ko'paytiramiz a. Masalan, 2025, 2025, hokazo 2025. 7 ta bor deylik shunda. Demak, 2025 ni 7 ga ko'paytiramiz. Va natija chiqadi. Masalan, 4013, 4013, 4013 shuni hisoblang. E'tibor beradigan bo'lsak, 4013 dan 3 ta kelyapti. Bu degani 3 ni ko'paytiramiz 4013 ga. Shunday tartibda bajaramiz. Endi ko'paytirishning taqsimot xossasi bor. Bu qanaqa? Masalan, mana bu sonni bajaradigan bo'lsak, e'tibor beradigan bo'lsak, amal bajarish tartibiga ko'ra birinchi mana bu ko'paytirish amalini bajarishimiz kerak, ikkinchi yana ko'paytirish va qo'shishimiz kerak. Lekin shu yerda qulayroq usuli, ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish yo'li bilan bajaramiz. Mana bu yerdan 5 ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, bizda qoladi 73 + 27. Shunda 5 ko'paygan, bu 100 ga teng, javob 500 bo'ladi. 2013 5096 minus 1013 ko'payan 5096. Buni bajarish uchun nima qilamiz? Yana qaraymiz, umumiy ko'paytuvchi nima bor? Mana bu yerda 5096. Mana shu 5096 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Shunda bu yoqda bizda 2013 va o'rtadagi ishora, ya'ni o'rtada minus kelyapti. Bu yerda minus qo'yamiz. 1013. Va bizda hosil bo'ldi 1000.
5.096 ni orqasiga 3 dan qo'yib qo'yamiz. Ya'ni 5.096.000 degan natija chiqdi. Bundan tashqari ba'zi bir ko'paytirishlar bor. Osonroq yo'lda ishlagan ma'qul. Masalan, 8 ko'paygan 173 ko'paygan 125 ko'paygan 4. Agar biz buni bittalab har birini ko'paytirib chiqqan natijani yana bir biriga ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsak, ishimiz ozgina ko'payib ketadi. Demak, nima qilish kerak? Mana bu yerda 8 ni 125 ga ko'paytiramiz. Shunday juftlikni tanlab olish kerakki, ko'paytirganda qulay songa kelib qolsin. Bilammi? 8 kara 125 degani 1000 degani. 173 to'g'ri ko'paytirsak, demak 692. 1000 ga ko'paytirganda orqasiga 3 dan qo'shib qo'ysak bo'ladi. Endi kitobimizning birinchi mavzusidagi ba'zi bir misollarni yechib ko'rsatamiz. Masalan, birinchi o'rgatganimiz demak amal bajarish. Avvalo esa amal bajarishni tartibini biz to'g'ri belgilab olishimiz kerak. Masalan, mana shu 16-masalani yechib ko'raylik. Birinchi har doim qavscha bajariladi dedik. Ya'ni qavsda birinchi nima keladi? 2 kira 8. Demak, birinchi mana bu ko'paytirish 2 bo'lish, 3 qo'shish, 4 ayirish, 5 esa bo'lish. Ya'ni demak 64 bo'lyapmiz. 4 qo'shuv 2 kira 8 16 ga teng. 144 12 ga bo'lsak 12. Mana shu yerni o'zida hisoblab ketsak bo'ladi. 4 ga 16 ni qo'shsak 20, 20 dan 12 ni olsak 8. Demak 64 8 ga bo'lsak natija 8. Muhimi amal bajarish tartibini to'g'ri bajaradigan bo'lsak, bu savolimiz bizga qiyinlik qilmaydi. Mavzumuzni o'rgatib o'tib ketdik. Masalan, quyidagi yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, 4 qo'shuv 4 qo'shuv va hokazo 4. Ya'ni 1019 ta 4 kelyapti. Bu yig'indini hisoblash uchun 4 ni ko'paytiramiz 1019 ga. Shunda 4076 degan natija chiqadi. Mana bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, mana 26-savolda 17-6, 17-6 va hokazo 17-6. Ushbu yig'indini hisoblash kerak. Oldin biz topib olaylik, 17-6 nechaga teng? Hammasida mana shu 17-6 qatnashyapti. 17-6 demak bu 11 ga teng. 11 qo'shuv hokazo 11. Endi 11 dan nechta kelyapti? Shuni bilib olishimiz kerak. O'zi jami bizda 48 ta son. 17-6 imiz bitta juftlik, ya'ni ikkita sondan iborat. Demak, bu yerda ikkita son, bu yerda ham ikkita son. Har biri juftlik. Juftlik degani ikkitalik degani. Demak, 48 ta son nechta juftlik bo'ladi? 24 ta bo'ladi shunda. 48 2 ga bo'lamiz. Bu degani 11 ni ko'paytiramiz 24 ga. Shunday natija kelib chiqadi. Masalan, 30-masalani ko'radigan bo'lsak, 30 qo'shuv 30 qo'shuv va hokazo 30, demak 6060 ga teng. Ushbu yig'indidagi barcha 30 sonlar 80 ga o'zgartirilsa, yig'indining qiymati nechaga teng bo'ladi? Oldin biz bilib olishimiz kerak, nechta 30 qatnashyapti bu yerda. Bu uchun mana bu 6060 ni 30 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 202, ya'ni 202 ta 30 qatnashgan ekan. Endi bizga shart qo'yyaptiki, 30 ning o'rniga 80 ga o'zgartirdik. Bu uchun 202 ni ko'paytiramiz 80 ga. Natija nima bo'ladi? Demak, 1616 orqasiga bitta nok qo'yamiz. Demak, yig'indi mana shunga teng bo'lar ekan. 38-masalani yechib ko'raylik. Ushbu yig'indini qulay usulda hisoblang debdi. Demak, biz yuqorida ko'rib o'tdik, buni mavzuni tushuntirayotgan paytimizda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish yo'li bilan. Masalan, mana bu ikkalasidan umumiy ko'paytuvchi e'tibor beradigan bo'lsak 356 bor. Mana shu 356 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Bu yerda qoldi bizda 73, bu yerda qoldi 27. Endi mana bu ikkalasidan esa 644 chiqarishimiz kerak. Qoldi 27 qo'shuv 73. 356 ko'paygan 100 qo'shuv 644 ko'paygan 100. 100 ni chiqarib oldik. 356 qo'shuv 644. 356 ga 644 qo'shsang 1000 bo'lyapti. Javob 100 ming. Masalan, mana bu savolni ko'raylik. 45-savolni. Bu ikkalasidan umumiy ko'paytuvchi 247 ni chiqarib olsak, bizda qoladi 128 qo'shuv 172. Mana buni o'zini yozamiz. 128 ga 172 ni qo'shsak 300. Yana umumiy ko'paytuvchi 300 ga kelib qoldi. 300 ni chiqarib olsak, bizda qoladi 247 qo'shuv 253. 247 ga 253 qo'shadigan bo'lsak, 500 bo'ladi. Demak, 500 ni 300 ga ko'paytirsak 150 ming degan natija chiqdi bizda. Endi ba'zi bir masalalarni yechamiz. Birinchi mavzudagi. Masalan, 51-masalani olib qaraydigan bo'lsak, 5 kilo kartoshka 15 ming so'm, 7 kilogram piyoz 28 ming so'm, 3 kilo kartoshka va 4 kilo piyoz necha so'm bo'ladi? Demak, 5 kilo kartoshka 15 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 kilo kartoshkamiz necha so'm bo'ladi? 15 mingni 5 ga bo'lamiz. Demak, bizda 3 ming so'm bo'lyapti 1 kilo kartoshka. 7 kilo piyoz 28 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 kilo piyoz narxini topish uchun piyoz deylik. 28 ming 7 ga bo'ladigan bo'lsa, 4 ming so'm bo'ladi. Bizdan so'ralyapti 3 kilo kartoshka. 3 kilo kartoshka mana buni 3 ga ko'paytiramiz. 4 kilo piyoz. Bu degani 4 ga ko'paytiramiz.
9000, 16000. 9 ga 16 demak 25000 ekanligi kelib chiqdi. Mana bu yerdagi masalani qaraylik, ya'ni 58-masala. 30 soni dastlab 5 marta, keyin 90 ga orttirildi. Shu yerda biz bilib olishimiz kerak, marta orttirish bilan ga orttirish. Marta orttirish deganda ko'paytiriladi, ga orttirish deganda qo'shiladi. Ya'ni dastlab demak 30 soni 5 marta orttirilibdi. Bu degani 30 ni ko'paytiramiz 5 ga. 150 bo'libdi. Dastlabki amal. Keyin yana 90 ga orttirildi. Demak, bu yerda ga orttirilganda 150 ga 90 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. 240. Demak, hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq? Demak, necha marta ortiq deganda biz bo'lishimiz kerak. Ya'ni hosil bo'lgan son 240 bo'lamiz, dastlabkisi 30 edi. Demak, 8. Ya'ni necha marta? 8 marta ortiq ekan bizda. Demak, navbatdagi savol, berilgan qo'sh tengsizliklarni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing. Masalan, mana 61-savolni qaraydigan bo'lsak, 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni endi shunday natural sonki 1 bilan 9 oralig'idagi son. Faqat mana bu tenglik bormi, yo'qmi? Tengsizlik belgisidagi tenglik belgilariga e'tibor berishimiz kerak. Masalan, 61 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, barchasi olinadi. 64 ni qaraydigan bo'lsak, 12 kirayotganligi uchun 12 ni olamiz. 13, 14 bo'ldi. 15 olinmaydi. Chunki 15 dan kichik deb turibdi. Tenglik yo'q bu yerda. Demak, nechta natural son qanoatlantiradi ushbu qo'sh tengsizligi desa, mana bu yerda 64-savolda 3 ta bo'lib qolyapti bizda. Masalan, 61 da 9 ta bo'lyapti. Mana shu tenglik bormi, yo'qmi, shu jarayonlarga e'tibor berishimiz kerak. Masalan, mana bu yerda aytilyapti 1 dan 46 gacha. 1 dan 46 gacha oddiy 46 ta son qatnashgan. Muammo yo'q bunda. Mana bunday holatlarda masalan 6 dan 98 gacha nechta natural son qatnashgan desa, qilamiz. 98 dan mana shu birinchi sondan bitta oldingi sonni ayiramiz. 6 dan bitta oldingi son 5, 98 dan 5 ayirsak 93. Demak, 93 ta natural son bor. Masalan, mana buni qaraydigan bo'lsak, oxir demak 11 dan 75 gacha. 75 dan ayiramiz. 11 dan bitta oldingi son 10. 65, ya'ni 65 ta natural son qatnashgan ekan ushbu qatorda. Keyingi narsamiz, endi hisoblarni bajara olamiz. Muammo yo'q. Ko'p xonali sonlarni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozing. Nima degani xona birliklari ko'rinishida degani? Biz bilamizki, masalan, mana 76 ni qaraydigan bo'lsak, 87032 son. Mana bu 2 birlar xonasida turibdi. 3 o'nlar xonasida, 0 yuzlar xonasida, 7 minglar xonasida, 8 10 mingliklar xonasida. Va bu quyidagicha yoyib yoziladi. Ya'ni 8 dan ko'paytiramiz 10 ming, ya'ni 10 mingdan 10 minglikdan 8 ta bor degan. Minglikdan 7 ta bor. Bu degan 7 ko'paytirdik 1000 ga. 0 ko'paytirdik 100 ga, ya'ni 100 likdan 0 ta bor. 10 likdan 3 ta, 3 ko'paygan 10, qo'shuv necha? 2. Demak, mana shunday tartibda yozilar ekan. Ya'ni 93-savol. Yig'indida ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 4 ga orttirilsa, yig'inda 36 ga ortadi. Yig'inda nechta son qatnashgan? Endi bu masala orqadan berilgan savol. Teskari uslubda. Oldin biz misol uchun topgandik. Har bir nechtadir qo'shiluvchi berilgan edi. Har bir songa masalan qo'shiluvchi nechgadir ortadigan bo'lsa, umumiy yig'inda qanchaga ortadi? Bu savolning javobini ilgari yechganimiz oson bo'lardi. Endi shuni teskarisi bor. Ya'ni yig'inda ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 4 ga orttirilsa, yig'inda 36 ga ortadi. Yig'inda nechta son qatnashgan? Faraslaylik, yig'inda masalan 2 ta son qatnashgan deylik. Har biri 4 ga orttiriladigan bo'lsa, qanchaga ortadi? Ya'ni 2 ni 4 ga ko'paytirish kerak. Demak, 8 ga ortadi degan. Agar 3 ta son qatnashgan bo'lsa-chi, 4 kira 3 12 ga ortadi degan. 4 ta son qatnashgan bo'lsa-chi, 16 ga ortadi degan. Va hokazo tartibda ketadi. Demak, yig'indida nechta son borligini bilish uchun eng yaxshi yo'li 36 ni 4 ga bo'lish kerak. Ya'ni nechta 9 ta son qatnashgan ekan bizda. 95, 96 dagi savollarni o'zi batafsil tushuntirib beraman. Endi mana bu masalani ko'rib chiqaylik, 99-masalani. Masalan, 3 ta javonda 210 ta kitob bor. 210 ta. Birinchi javondan ikkinchi javonga 10 ta, ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilsa, javondagi kitoblar soni teng bo'ladi. Dastlab har bir javonda nechtadan kitob bo'lgan? Ko'pchilik buni tenglama usulida bajaradi, lekin tenglama usuli bizga ozgina qiyinlik tug'diradi. Demak, nima ish qilishimiz kerak? Masalani oxiridan boshlaymiz. Ya'ni javonlardagi kitoblar soni teng bo'ladi deyapti. Oldin biz teng holat qilib olaylik. Ya'ni 3 ta javonda 210 ta bo'lsa, har birida bo'lish kerak 70 tadan. Ya'ni 210 ni 3 ga bo'ldik. Endi aytilgan, birinchi javondan ikkinchisiga 10 ta, ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta olib qo'yildi. Demak, olib qo'yilgandan keyingi holat bu. Dastlabkini topish uchun biz orqaga qaytarishimiz kerak. Ya'ni ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yildi. Endi biz 3 dan 2 ga 20 tani qaytaramiz. Bundan 20 tani ayiramiz. Bunga esa 20 tani qo'shamiz. Va aytilyapti, birinchi javondan ikkinchisiga 10 ta olib qo'yilgan edi. Birinchidan ikkinchiga. Demak, yana orqaga qaytaramiz. Bundan 10 tani ayirib tashlaymiz, bunga 10 tani qo'shamiz. Nima bo'ladi? 70 ga 10 ni qo'shsak 80 ta,
70 ga 20 ni qo'shdik 90, 90 dan 10 ni ayirdik 80 ta, 70 dan 20 ni ayirdik 50 ta. Demak, mana quyidagicha ekan bizda. Endi masalan 104-masalani mana bu yerda yechib ko'raylik. Ikki sonning yig'indisi 4675 ga teng. Qo'shiluvchilardan biri 0 raqami bilan tugaydi. Agar shu raqam o'chirilsa, ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'ladi. Masalan, qanday tushunish kerak buni? Masalan, 4000 3000 masalan 530 deylik. Mana 0 raqam bilan tugayapti. Bu 0 o'chirildi. 0 o'chirilsa qanday son hosil bo'ladi? 353 hosil bo'ladi. Xuddi shunday shaklda demoqchi. Lekin bularni qo'shsak, masalan, 4675 bo'lmaydi bizda. Biz shunday holat topishimiz kerakki, mana bu yig'indi 4675 ga kelishi kerak. Demak, bu yerdagi bo'layotgan jarayonning mohiyatini tushunib olishimiz kerak. Ya'ni birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi. Birinchi qo'shiluvchi 0 bilan tugaydi, ikkinchisida o'sha 0 olib tashlangan. Demak, yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu birinchi son, mana bu ikkinchi sondan 10 barobarga katta. Ya'ni 3500 bo'ladigan bo'lsak, masalan, 353 ga 10 chiqadi. Barcha holatda o'sha 0 bilan tugaydigan sonni 0 ni o'chirib tashlasak, keyingi hosil bo'lgan son birinchi sondan 10 barobarga kichik bo'ladi. Demak, birinchi sonimizni x deydigan bo'lsak, ikkinchi sonimiz x bo'lsa, birinchi sonimiz 10x bo'lyapti. Yig'indi esa 4675. Mana oddiy tenglama kelib chiqadi bizda 10x qo'shuv x teng 4675. Natijada x barobar, demak 11 bo'lishi kerak. 4 bu yerda 27 qoldi. Demak 255 5 mana. Demak ikkinchi sonimiz 425, birinchi sonimiz esa 4250 bo'ladi shunda. Mana shunday tartibda yechadigan bo'lsak, ancha oson bo'ladi. Endi mana bu yerdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Bizga savol berilgan edi. Quyidagicha 1 2 3 4 va hokazo 89 90. Ya'ni 1 dan 90 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bir qatorga yozib chiqildi. Natijada necha xonali son hosil bo'ldi degan savol bor. Kengroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va hokazo 89 90. Mana 1 dan 9 gacha e'tibor beradigan bo'lsak, 9 xonali son bor, 9 ta xonasi bor. 10 dan 90 gacha esa nechta bor? Ya'ni 10 dan 90 gacha bular 2 xonali sonlar. Xo'p, shu 2 xonali sondan nechta bor? Ya'ni 90 dan 9 ayirishimiz kerak edi. Demak, 90 minus 9 80 bitta. 80 bitta son bu yerda 2 xonali bo'lyapti. Nechta xonada qatnashganligini topish uchun, ya'ni necha xonali ekanligini 81 ko'paytiramiz 2 ga 162. Bu yerda 9 xona bor edi, bu yerda 162 xona. Ikkovini qo'shib olamiz. 171 xonali son bo'lar ekan. Yoki masalan 2 8 9 10 11 va hokazo 623 624 625 deylik. Mana shu necha xonali son deyapti. Demak 7 8 9. Mana bu yerda 3 ta xona bo'ldi. 10 11 12 va hokazo 99 gacha bular 2 xonali sonlar. 100 dan boshlab esa 625 gacha 3 xonali sonlar. Jam xonalar sonini topish uchun bu yerda 3 ta dedik. 10 dan 99 gacha nechta 2 xonali son bor? Demak, o'zi 2 xonali sonlar 90 ta edi. Ya'ni 99 dan 9 ayiramiz. Uni 2 ga ko'paytiramiz, har biri 2 xonali bo'lganligi uchun. 100 dan 625 gacha nechta son bor? 625 dan 99 ayiramiz. Demak, bu yerda 526 ta. 526 ni necha xonali edi? Har biri 3 xonali, 3 ga ko'paytiramiz. Hammasini qo'shib olamiz. 3 qo'shib 180 qo'shib. Demak 7 183 1578. Demak 1 516 1 1761 xonali son hosil bo'lgan ekan bu yerda. Birinchi mavzuyimiz demak qisqacha shulardan iborat.